Assalomu alaykum muhtaram aziz birodarlar. Allohga hamdlar, payg'ambar alayhisalomga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Mana muborak oylar, mohi sharifi Ramazon oylari oxirlab bugun qadr kechalarini barcha mo'min musulmonlarimiz savoblaridan umid qilgan holatda tunlarni bedor o'tkazishlikka bel bog'lab turibdi. Alloh taolo barchalarimizga bu kechalarni muborak aylasin. Qilayotgan duolarimizni, ibodatlarimizni qabul etsin. Kelayotgan mohi sharifi Ramazon hayitlarini Alloh taolo xursandchilik bilan birga o'tkazmoqligimizni Alloh barchalarimizga nasib etsin. Osmondan yog'ayotgan baraka yomg'irlari elimizga qut baraka olib kelsin. Har kimni nimaiki talab maqsadlari bo'lsa, Alloh taolodan so'ragan duolari bo'lsa, Alloh duolarini qabul aylasin. Muhtaram aziz birodarlar, 10-aprelga muborak umra ziyoratiga reyslarimiz bor. Mabodo mana shu ziyoratga niyat qilgan insonlar bo'lsa, marhamat, Allohning baytini, Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak shaharlarini, Madina shaharlarini ziyorat qilib, umra ziyoratlarini ado qilib kelishingiz mumkin. Hali joylarimiz bor. Marhamat, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Alloh barchaga bu ziyoratlarni yetkazsin. Alloh taolo har bir mo'min musulmonni o'zini baytida duo qilish baxtini muyassar aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.